Mavzudan uzoqlashmaymiz. Ta'kidlab o'tganimizdek, xalqimizga xos mehr-oqibat, insonparvarlik, shukronalik, saxovat va bag'rikenglik kabi ezgu fazilatlarni mujassam etgan muborak Qurbon hayit kunlari Prezidentimizning tegishli qarori asosida yurtimiz bo'ylab og'ir dardga chalingan minglab bemorlarda yuqori texnologik operatsiyalar, buyrak va jigar ko'chirish amaliyotlari bajarilmoqda. Hozirda 194 nafar bemor tibbiyot muassasalariga yotqizilib, ularning 40 nafarida yuqori texnologik jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Muxbirimiz Sohiba Akrom va reportaji aynan mana shu mavzuda. 4 nafar farzandni voyaga yetkazish tashvishi bilan yashagan Manzura uchun o'tgan yil og'ir sinov bilan keldi. Avval oddiy holsizlik, keyin esa ketma-ket tekshiruvlar. Shifokorlar qo'ygan tashxis esa butun oila uchun kutilmagan zarba bo'ldi. Jigar sirrozi. Oila tashvishi deb yurib, o'z dardiga yetarlicha e'tibor bermagan ayolning ahvoli vaqt o'tishi bilan og'irlashib bordi. Yoshligimda sariq bo'lganman. 6-7 yildan shu dard bilan yuraman. Qornim shishadi, nafas olishlar qiyin. Oxirgi farzandimda chaqaloq qilayotganimda sarg'ayib ketdimda. Keyin kuchayib ketdi. Hindiston demini o'qiluvdi, qo'rqdim yoqqa borishga. Begona yurtlarda deb shunchani o'qigan prezident bo'lganimizga rahmat. Adoqsiz muolajalar, uzoq davolanishlar, biroq bir nuqtadan keyin dorilar ham yordam bermay qo'yadi. Shifokorlar bemor hayotini saqlab qolishning yagona yo'li sifatida jigar transplantatsiyasini tavsiya qildi. So'nggi yillarda jigar transplantatsiyasiga bo'lgan ehtiyoj juda ko'p hisoblanadi O'zbekistonda. Oldin O'zbekistonning katta qismi chet davlatlarga bu amaliyotni bajarish uchun katta miqdorda mablag'lar bilan chiqib bajarib kelingan. Hozirgi kunda amaliyotlar O'zbekistonda milliy mutaxassislar tomonidan bajarilmoqda va keyingi vaqtlarda prezidentimizning e'tibori tufayli mana shunaqa amaliyotlarga mablag'lar davlat tomonidan ta'minlanyapti va bu bemorlarga ancha yordam beryapti. Shifoxonadagi yana bir bemorning taqdiri ham deyarli shu. 4 yil avval unda gepatitning B va D turlari aniqlangan. Kasallik yillar davomida asta-sekin avj olib, oxir-oqibat jigarni deyarli ishdan chiqargan. Bemorning aytishicha, vaqt o'tgan sari nafaqat sog'lik, balki yashashga bo'lgan ishonch ham so'na boshlagan. Bosh aylanishi, qusish, mana shu holatlar bo'lgan. Keyinchalik lechina olganmiz. Endi hozir operatsiya qilish kerak ekan, endi hozir chaqirishdi. Shu kecha telefon qilganda endi to'g'risi uncha kutilmagan boyagi bo'ldi. Hali ancha vaqt kutsak kerak deb o'ylagandik. Va prezidentimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana Qurbon hayiti munosabati bilan beriladigan imtiyozlar hammasi to'g'risi kutgandan ham ortiq bo'ldi. Ammo muborak Qurbon hayiti munosabati bilan qabul qilingan prezidentimiz qarori ana shunday shikasta qalblarga yana umid bag'ishladi. Mazkur hujjatga muvofiq butun yurtimiz bo'ylab lavhamiz qahramonlari kabi og'ir dardga chalingan yuzlab bemorlarda yuqori texnologik operatsiyalar, jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotlari amalga oshirilmoqda. Eng muhimi, bu murakkab davolanish jarayonlari endi ko'plab oilalar uchun moliyaviy jihatdan imkonsiz orzu bo'lib qolmayapti. Mana Qurbon hayiti munosabati bilan prezidentimizning qarorlari bilan 350 dan ortiq bemorlarga bepul jigar, buyrak transplantatsiyasi amaliyotlari va xayriya jamoa fondi orqali operatsiya qilish mo'ljallangan. Hozirgi kunda 10 dan ziyod bemorni yotqizganmiz. Bizga murojaat qilgan bemorlarimiz bor. Viloyatlarga ko'riklarga chiqqanlarimiz bor. Saralab olingan, operatsiya qilish kerak bo'lgan, kechiktirib bo'lmaydigan bemorlarimizni ro'yxatlari shakllantirilgan. Qarorga ko'ra Vaqf xayriya jamoat fondi mablag'lari hisobidan og'ir bemorlarning jarrohlik amaliyotlari va davolanish xarajatlari to'liq qoplab berilmoqda. Yana bir muhim jihat, mazkur dastur doirasida Manzura kabi yana 350 nafar bemorda jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotlarini o'tkazish rejalashtirilgan. Ba'zan insonga hayotni shifokor qaytaradi, ba'zan esa yaqinlari ko'magi, ba'zan esa o'z vaqtida davlat tomonidan berilgan e'tibor va g'amxo'rlik. Eng muhimi, bugun og'ir dard bilan kurashayotgan yurtdoshlarimiz uchun umid eshiklari yana ochilmoqda. Sohiba Akrom va Kamron Rahmonov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.